Ronaldo ingliz tilini atigi 8 oyda o'rganganligini bilarmidingiz? Bu sirni aytishimdan oldin sahifamga obuna bo'ling. Bu hech qanaqa talant bo'lmagan, hech qanaqa qobiliyat bo'lmagan, bu to'g'ri metodika bu. Rostakam Cristiano Ronaldo fanatlari biladiki, to что Portugaliyadan Angliyaga kelganda agar bilsanglar, umuman ingliz tilida gapirmasdan, intervyular bermasdan, hech kim bilan gaplashmasdan yurardi, nimaga? Chunki til bilmasdi. Lekin qanaqa qilib tur 8 oydan keyin kameralarning oldida bemalol ingliz tilida gapira oladigan bo'lgan. Qanaqa qilib bu shu ingliz tilini o'rgangan? U grammatika umuman o'rganmagan, faqat o'zbeklar grammatika o'rganib yotishadi. Hech kim oldin grammatika o'tlab keyin gapirishni o'rganmaydi. Real hayot o'zini intervyularida beradigan, o'zini o'sha gaplashadigan sohasida imonni muloqot qilishni boshlagan, so'z yodlashni boshlagan. O'sha yodlangan so'zlar bilan gap tuzib, har bitta keysga, har bitta holatiga qarab, o'sha narsani gaplashib, practice qilgan speaking. To'g'ri metod bo'lsa, siz Ronaldo bo'lishingiz shart emas, siz ham bemalol 2-3 oyda gaplashib kelishingiz mumkin. Agar siz ham ingliz tilida gapirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki men u yerda o'quvchilarimga o'rgatadigan texnika, strategiyalarni o'rgataman.